Canım, hozir olib chiqaman. Xo'p, sizlar o'tirib turinglar. Aniq shu dugonangmi? Ha, Asadbekka ko'rgansiz-ku. Hozir chaqirib chiqaman. Bo'pti, tezlash. O'rtoq, normalniy ish qilib. Laylaklar yopgan kun. Voy, nega telefoningni olmaysan? Sen Nima telefoningni olmaysan? telefonimga qaramayman. Bo'pti, yur, yigitim bilan kelganman. Qayerga? Og'aynisi ham bor. Qayerga bormoqchisan? Bitta zo'r klubga boramiz. Jinnimsan, mani yigitim bor-ku, Ravshan akam keladi Kelgan hozir. kuning o'sha yerda nishonlaymiz. chiqqanim yo'q. Qachongacha yuriysan o'sha cho'ntakda bir so'mi yo'q yigiting bilan? Tako yigit bilan kelganman. Yur, tanishib olasan. Nima deyapsan, dugon? Manzur tako yigit bilan kelganman. Tanishib olasan, yur hali ham. Xo'p, mayli dugon. Sen biroz kutib tur. Ravshan akam kelsalar, ketgandan keyin men seni yoningga o'taman. Xo'p? Maylimi? Mayli, kutaman. Mayli, xo'p dugon. Gaplashamiz. Alo, assalomu alaykum. Kelib qoldingizmi? Sovuq yeb ketdim men. Bo'ldi jonim, kelib qoldim. Bo'ldi, kelmay qo'ya qoling. Men kirib ketyapman. Siz bilan ertaga gaplashamiz. Kelib qoldim. Shundan qo'yib qo'ydim, ha? Dugonam to'g'ri aytgan ekan. Qorlar armonlarim bo'zlagan, erilmaydi endi hech, yurakkinam muzlagan. Menga suv qotdim, uyga ketdim deb. Mashinaga o'tirib ketdimi? Madam. Все нормальный мужики. Tug'ilgan kunlaring bilan. Kechiring. Baxtli bo'l. Ravshan aka. To'xtang, Ravshan aka. Endi o'sha yor bilan sevgimizni bir Nima qilib qo'ydim men? Bitta dugonamning gapiga kirib, o'z sevgimni barbod qildim. sevgimizni bir chetga ko'mib qo'ydim qor bilan. Oppoq qorlar, oq qorlar yuzlarimni silaydi. Alamlarim qo'l silkib senga baxtlar tilaydi.